9-savol. Demak, spirtlarning tegishli uglevodorodlarga nisbatan ancha yuqori temperaturada qaynashining sababi nimada? Ajob, spirtlarda vodorod bog'lanish mavjud emasligi xato. Demak, bajavob, spirtlarda vodorod atomining mavjudligi xato. Vodorod bog'ining kovalent bog'iga nisbatan puxta emasligi, bu ham xato. D. Spirtlarda vodorod bog'larining hosil bo'lishi natijasida molekularning to'g'ri bo'lardi. Assotsialanishi, ya'ni qayta tiklanishi desa ham bo'laveradi. Assotsialanishi, mana shu javob to'g'ri. D javob bo'ladi. 10-savol. 10,65 gram 1 xlor pentandan pentanol 1 olish uchun kalishkordan necha mol sarflanishi kerak va necha gram spirt olinadi deyilyapti masala sharti bo'yicha. Endi bolalar bu quyidagicha ishlanadi. Demak, bu 10-savolda quyidagicha ishlaymiz. 1 xlor pentandan deyilyapti. 1 ga xlor kelib birikkan. Umumiy empirik yozaylik. C5 H2 ko'paytirib 1 ni qo'shamiz, radikal holatda bo'ladi deganman. 11 xlor galogen plus kaliy gidroksiddan ishqordan sarflanganda bunda hosil qiladi spirt. C5H11OH plus kaliy xlor hosil qiladi. Masalani sharti bo'yicha 10,65 gram 1 xlor pentan deyilyapti. O'zi 1 xlor pentanning massasi 106,5 da, aniq. Buning uchun 1 mol kaliy gidroksid sarflanyapti. Hosil bo'lgan spirtimiz 12 ni 5 ga ko'paytiramiz, qo'shamiz 11, qo'shamiz 17. Jami 88 gram bo'ladi. Masalan, sharti bo'yicha 10,65 gramda qancha spirt ishqor deb topadigan bo'lsak, dastlab 10,65 bilan 106,5 qisqarsam, 1 taqsim 10, ya'ni 0,1 taqsim 1 ga qisqaradi. 1 ni 0,1 ga ko'paytirsak, ya'ni 0,1 mol kaliy gidroksid, 0,1 da 88 ga ko'paytirsak, 8,8 gram bo'ladi spirt. Xo'p, 0,1 ga 8,8 javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Keyingi 11-savol. Mahsulot unumi 90% bo'lganda reaksiyada 41,4 gram etanol olish uchun necha litr normal sharoitda bo'lgan etilen zarur deyilyapti masalan sharti bo'yicha. Bolalar, etilendan qanaqa qilib etanol olamiz demak? To'ppa-to'g'ri. Demak, 11-savol. Etilen C2H4 plus suv ta'sir ettiramiz. Bunda hosil qiladi etil spirti C2H5OH etanol deymiz. Masalan, shart bo'yicha 41,4 gram etanol deyilyapti. Demak, normal sharoitda so'ragan 22,4 litr etilendan hosil qilyapti. Etanolning massasi 46 gram. 41,4 gram bo'lganda qancha hajmda etilen ketishgan deb topadigan bo'lsanglar, 20,16 litr hosil bo'ladi etilen. Endi mana shu 20,16 litr normal sharoitda egallagan etilen masalan sharti bo'yicha 90% unumni egallayotgan. Bizda 100% bo'lganda qancha hajm deb topsak javob chiqar ekan. Hisoblanglarchi? 22,4. Ha, ana 22,4 litr bo'ladi. Javob bo'lish kerak. Mana javobimiz C javob bo'lar ekan. Keyingisi hurmatli abituriyentlar 12-savol. Glukozaning spirtli bijig'ishi natijasida 69 gram spirt hosil bo'ldi. Bunda yana qanday hajmdagi gaz modda hosil bo'lishi mumkin normal sharoitda deyilyapti. Bolalar, asosan glukoza spirtli bijig'iganda etanol bilan karbonatitni hosil qiladi. Bitta reaksiya yozib topib ketaman to'g'ridan-to'g'ri. Bu 12-savol. Glukoza bijig'ishi C6H12O6 bijig'iganda etanol C2H5OH plus karbonat tanglik. Tenglash uchun 2 qo'ysam reaksiyamiz o'zi mutlaqo teng. 69 gram spirt hosil bo'ldi deyilyapti va bunda yana qanday hajmdagi litr gaz modda normal sharoitda hosil bo'ldi deyilyapti. Demak, mana 69 gram spirt, 46 bu etil spirtining massasi 2 tasi 92 gram. 92 gram normal sharoitda 2 mol uchun 44,8 litr karbonat hosil bo'lsa, 69 gram uchun qancha hosil bo'ladi deb topasizlar. Necha? 33,6. 33,6 litr hosil bo'lgan ekan gazimiz. Xo'p, qani? Mana javobimiz A javob bo'lar ekan.